Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugun Qo'qonda joylashgan qurilish texnikalari do'konimizdan qisqacha video obzorlarni boshlab oldik. Usta akalarimizga qanaqa apparatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bugungi video obzorlarimizda shularni barchasini sizlarga qisqacha video obzorlari hamda narx-navolarini aytib o'tib ketamiz. Ungacha kanalimizga podpiska bosib, like tugmachasini qizartirib qo'yaverasizlar. Bo'lmasa video obzorlarimizni boshladik. Birinchi o'rinda ko'rib turgan armatura gip apparatlaring. Bu armatura gip apparatimiz armaturalarni dumaloq ko'rinishga keltirib berishga mo'ljallangan 25 likgacha bo'lgan armaturalarni bemalol yukib beraveradi. 3 kilovatli motorlar bilan jihozlangan bo'ladi. Bu tomonda simib qo'yadigan apparatlarimiz, armatura gip apparatlarimizda GV40 lik, GV45 lik, GV50 lik modellaridan ham yetib kelgan. Apparatlarimizni narxiga keladigan bo'lsak, eng arzoni narxi $750 dan boshlanadi, $1000 armatura gip apparatlarimizda xarid qilsalaring bo'ladi. Undan tashqari mana armaturalarimizda kesib berishga mo'ljallangan apparatlarimizdan 3 xil razmerlardan yetib kelgan. 40 lik, 45 lik hamda 50 lik modellarini olib kelib qo'yganmiz. Kimga qanaqa variantidan kerak bo'ladigan bo'lsa, bularning narxi $900 dan $1500 gacha mavjud bo'ladi. Kanalimiz obunachilari uchun arzon narxlarda qilib beramiz. Bu tomonda ko'rib turganlaringdek ko'pchilik usta akalarimiz so'rab yurgan shpaklovka, gruntovka, lak, kraska, emotsiya sepishga mo'ljallangan original katta apparatlarimizdan, gigant apparatlarimizdan yetib kelgan. Bu apparatlarimizni ham narxiga keladigan bo'lsak, $750 dan mana eng kattasi $1500 gacha bor. Kimga qanaqa оборотga sepadigani kerak bo'ladigan bo'lsa, kelaverasizlar, arzon narxlarda qilib beramiz. Wagner apparatlarimizdan yetib kelgan original Wagner apparatlarimizdan GD595 hamda GD460 modellaridan olib kelib qo'yganmiz. Sal arzonrog'idan deydigan akalarimiz uchun Tessa brendidan 4500 vatli, 4000 vatli, orqada turibdi 4800 vatli motorlar bilan jihozlangan apparatlarimizdan ham yetib kelgan. Bu kichkina Wagner apparatlarimizning narxiga keladigan bo'lsak, $250 dan $470 gacha xarid qilsalaring bo'ladi. Bu tomonda mana ko'rib turibsizlar, barcha turdagi assortiment svarka apparatlarimizdan barcha turdan yetib kelgan do'konimizga Uragan brendidan 600 amperlik, 600 amperlikning yangilangan versiyalari, 750 amperlik, 1000 amperlik Uragan brendiga tegishli kemping svarish apparatlarimizdan ham yetib kelgan. Impulse brendidan plazma rez apparatlarimiz 2 xil variantdagilaridan olib kelib qo'yganmiz. Hamda elektrod eritishga mo'ljallangan 350 amperlik hamda 400 amperlik svarish apparatlarimizdan yetib kelgan. Undan tashqari inventorli pastoylarga ishlaydigan mini svarish apparatlarimiz yetib kelgan. Uyga xo'jalikka olib ishlatsalaring bo'laveradi. 3 likgacha bo'lgan elektrodlarimizda bemalol eritib berishga mo'ljallangan bo'ladi. Va eng qizig'i, barcha usta akalarimiz hamda uy xo'jaligiga ishlatishga mo'ljallangan qiziqib yurgan akalarimiz bezgaz kemping svarka apparatlarimizdan yetib kelgan. Apparatlarimizning narxi sizlar o'ylagandan ancha arzon chiqadi. $100 dan ikkala rangidan mavjud. Xohlaganlaringni tanlab olsalaring bo'ladi. Apparatimiz original apparat, elektrod hamda kemping svarka qilishga mo'ljallangan. Gaz ulamasdan bemalol ishlataverasizlar. O'zini shunaqa 1 kilolik, yarim kilolik simlari alohida sotuvda mavjud bo'ladi. Hamda argon svarka apparatlarimizdan yetib kelgan 220 volt tokka ishlashga mo'ljallangan argon svarka apparatlarimiz 14 xildan ortiq metallarga bemalol ishlov beraveradi. Hamda 3 faza variantlardan ham olib kelib qo'yganmiz. Impulse brendidan kemping svarka apparati originalidan kattasidan ishlab chiqarishi bor yoki zavodga olaman degan akalarimiz uchun 400 amperlik svarish apparatlarimizdan yetib kelgan. 220 volt tokka hamda 380 volt tokka ishlashga mo'ljallangan variantlarini olib kelib qo'yganmiz. Kimga qanaqa svarish apparat kerak bo'ladigan bo'lsa, bizning do'konimizdan topsalaring bo'ladi. Narxlariga keladigan bo'lsak, 550 ming so'mdan $1250 gacha bor. Xohlagan turdagi assortiment svarka apparatlaringda kelib tanlab xarid qilsalaring bo'ladi. Va bizda zapchastlarimiz mavjud bo'ladi. Elektrodning derjaylari 500 ampergacha bo'lgan kuchlarni ko'taradigan, o'zini persatkalari, xalatlari va kemping svarka apparati uchun 5 kilolik
yarim kilolik, 1 kilolik bezgaz hamda gazli simlarimiz va mana ko'pchilik ustakalarimiz, malyar ustakalarimiz so'rashgan sotuvga o'zini Wagner apparatda alohida sotuvga mana pistoletlaridan hamda o'zini saplovlaridan, shlankalaridan olib kelib qo'ydik. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, kelaverasizlar, arzon narxlarda qilib beramiz. Kanalimizga podpiska bosib, like tugmachasini qizartirib qo'yadigan bo'lsalaring, arzon narxlarda qilib beraveradi. Bu tomonda mana o'zimizda svarchni apparatlarimizga kerak bo'ladigan zapchastlarimiz, nasatkalarimiz turli xil, xohlaganlaringni kelib xarid qilsalaring bo'ladi. Trombovka apparatlarimizda vibroplashatkalik trombovka hamda kenguru trombovka apparatlarimiz ikki xil variantda do'konimizga yetib kelgan. Tokli hamda benzinli variantlarda olib kelib qo'yganmiz. Asfalt kesadigan apparatlarimizda benzinli hamda solarchniy variantlaridan mavjud. Tokerni stanok izlab yurgan akalarimiz uchun tokerni stanoklarimizdan biz do'konimizda mavjud. Mana o'zini ochgan rezvalari, turbalarga rezva ochadi, juda ham aniqlikda. O'zini tishlarini, razmerlarini xohlaganlaringga qo'yib foydalanaverasizlar. Chuqur desalaring chuqur yoki ingichka desalaring ingichka razmerlarda bemalol ochib beraveradi. 1,5 kilovatli motorlar bilan jihozlangan bo'ladi. 220 voltga bemalol ishlatsalaring bo'ladi. Vibrakatog izlayotgan akalarimiz uchun vibrakatogimizda dizelniy variantida olib kelib qo'yganmiz. O'zini vesi 300 kilogramm vesga ega bo'ladi. Bitta barabarlik 2 tonna vibratsiya berib trombovka qilishga mo'ljallangan. Hamda mana stashkalarimizni tekizlaydigan apparatlarimizdan yetib kelgan vibrareka apparatlarimiz, akkumulyatorli variantlari, rekasining uzunligi 1 metrli, 1,5 metrli variantlarda bo'ladi. Akkumulyatorlarini zaryadkalab ishlataverasizlar. 4 metrli benzinli variantlari bizning do'konimizda mavjud bo'ladi. Hamda tal apparatlarimizdan, ruchnoy tallarimizdan yetib kelgan juda ham yengil bo'ladi ishlashlari, ko'rishlaring mumkin. 2 tonnalik, 3 tonnalik variantlardan qolgan. Vertolyot apparatlarimizga keladigan bo'lsak, mana ko'rishlaring mumkin. 60lik, 80lik, 1 metrligidan tugab qolibdi. Shu variantlaridan qolgan stashkalarimizni silliq ko'rinishga keltirib berishga mo'ljallangan apparatlarimizning narxi $250 dan $350 bo'ladi. Beton teshadigan apparatlarimiz ruchnoy hamda postavkali variantlarda olib kelib qo'yganmiz. Karonkalarini bemalol alohida sotuvda mavjud bo'ladi. Xarid qilib olsalaring bo'laveradi. Apparatlarimizning narxi $200 dan chiqadi, kelib tanlab xarid qilaverasizlar. Beton kesadigan apparatlarimiz o'sha YouTube kanalimizda rekka chiqib ketgan beton kesadigan apparatlarimiz 15 sm, 30 sm, 40 sm gacha kesadigan variantlaridan mavjud. O'zini pichoqlarini alohida yechib qo'yganmiz. Klientlar keladigan bo'lsa, qo'yib bitta ishlatib tekshirib beraveramiz. Tepada ko'rib turganlaringdek Rossiya brend tarsovka apparatlarimizdan yetib kelgan Uragan brendiga hamda Peter brendiga tegishli tarsovka apparatlarimiz bo'ladi. Shlipovka apparatlarimiz Baykal brendiga tegishli 1,5 kilovatli LED chiroqli hamda pilisosli variantlarda bo'ladi. Apparatlarimizning narxini kim bilmoqchi bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga narx so'zini yozib ketsalaring, o'zimiz sizlarga aloqaga chiqamiz. To'liq ma'lumotlarini video tagidagi nomerlarga aloqaga chiqib so'rab olsalaring bo'laveradi. Manzilimiz Qo'qon shahrida joylashgan qurilish texnikalar va svarka apparatlari do'koni bo'ladi. Ko'rib turganlaringdek barcha turdagi assortiment qurilish texnikasiga oid apparatlar bizning do'konimizda mavjud bo'ladi. Kelaverasizlar, arzon narxlarda qilib beramiz. Shu apparatlarimizning narx-navolarini bir ikkitasini tashab ketdim, esimdan chiqib qoldi. O'shalarda to'liq ma'lumotlarini bilish uchun video tagida nomerlarimizga aloqaga chiqib zakaz berishlaring mumkin. Kanalimiz obunachilari uchun arzon narxlarda qilib beramiz. E'tiborlaring uchun kattakon rahmat. Sizlar bilan qurilish texnikalari do'koni bo'ldi. Keyingi qiziqarli videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga podpiska bosib qo'yaverasizlar.